qaranglar qizlar, xolodok postellarimizdan pastor keldi. Ranglarini ko'rsatib o'taman. Bunaqa gullilaridan bor, kletkaliklaridan bor, shunaqa mayda gullilaridan bor, shunaqa bantikchalilaridan bor. Bunaqa sochin pushti ranglardan ham bor qizlar. Bularning narxi 220 ming sotilgan. Hozirgi skidkada atigi 160 ming so'mdan qizlar. Hozir bittasini ochib obzor qilib ko'rsataman. Bularning materiallari xolodokda bekorga etmadim. Hozirgi yozga muzdekini maza qilib ishlatasizlar qizlar. Mana qaranglar, buni rangining sochinligini rasmga birga bir chiqadi. Razmerlari qizlar mana prostinasi 220 ga 240, pozitsiyaniga 2 ga 230, nalochkasi 2 ga 50 ga 70 bo'ladi qizlar. Bularning ham postellari однотонный bo'ladi. Mana bitta nalochkasi. Qaranglar, reshmali, bu yoq tarafi ham однотонный qizlar nalochkasini. Mana bu yerda pozitsiyaniga mana yaqindan olib kelib ko'rsatgan postel mana xolodok qizlar. Bekorga xolodok deb aytmayapman. Yaxshilab e'tibor beringlar. Narxlari qizlar atigi 160 ming so'mdan. Mana pozitsiyanniki ham bitta tarafi однотонный bo'ladi. Qaranglar qizlar xirpillab turishidan xolodokligi bilinib turibdi. Bu yoqlari gulli bo'ladi qizlar. Kimga nechta kerak bo'lsa bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Uchta filialimizda ham bor. Hammalarni Yaproqxon do'konlarida kutib qolamiz.